Jinshen bilan teng. Bu bebaho choy. Bebaho choy. Qoningizni suyultiradi. Infeksiyalarni olib ketadi. 12 ta yumshoq organlaringizni infeksiyadan tozalaydi, ichingizni yumshatadi va sizga energiya beradi. Buni tarkibida Xitoyda eng qimmatbaho 5 xil ko'k choyi va 4 xil giyoh bor. Eng asosiysi lotus gullari, kassetora urug'lari bor, Gymnastemma petilisnaya. Gymnastemma petilisnaya shunaqangi kuchli energiya beradigan o'simlik ekan bu. Toshni tagidan chiqib qolsa, aylanib o'tmas ekan, toshni yorib chiqar ekan. Mana shunaqangi o'simlik bor ichida. Shuning uchun buni ichgan odamga energiya beradi. Tarkibida marganezga to'yingan. Marganez sizning yuragingizga quvvat beradi. Shuning uchun buni choyda ichgan odamlar doim energiyaga to'la, shod, kayfiyatingiz ham ana endi ana shu choy ishtirokida sizlar 50 yil davomida inson organizmida 5 kilodan 25 kilogacha musir yig'iladi. Mana shu musirlarni qon tomirlarimizda hammasi kirlanib ketadi. Mana yod yordamida yana ko'ramiz. Mana ichaklarimizni tasavvur qiling. Ichaklarimiz qavat yoshli steril bitta stadionda egallaydi. Mana endi qarang. Ichaklarimizni kirlab oldik. Endi doktorlarimiz nima deyishadi? Suvni ko'proq iching, kun davomida suv ichib yuring deyishadi. Albatta suv kerak. Inson organizmiga suv kerak. Lekin suv sizni ichaklaringizni tozalay olmaydi. Kapillar qon tomirlaringizni suv tozalay olmaydi. Mana tozaladimi? Yo'q. Yo'q. Ana endi mana shu sehrgar choyimiz ishtirokida ko'ring. Bu choy qanday qudratga ega? Ko'ryapsizmi? Kapillar qon tomirlaringizga kirib boradi. Yumshoq organlaringizni, zirozpechni, jigarlaringizni to'planadi, laham degan chuqur joyda. Mana shularni kirib tozalab chiqadi.